Shaharda qoq sentrida Shaytepaga kelsam, kecha bir zo'r qiz bilan tanishib qoldim. Tisichi melish ekan, qidirganingiz topasiz ekan. Nihoyatda abjir qiz ekan. Bu qiz men avval eshitgandim. Bu qizni tanirdim, lekin kecha yuzma-yuz gaplashib, sразу ishni boshladik mana. Bukletlar. Shunaqa chaqon qiz ekan, hamma qarasam qisqa-qisqa yozib oldim nimaligini. Hozir biz TikTokka Kunchichi haqida ma'lumot qo'yamiz. Kunchichi, xudo xolasa, duo qilinglar o'rtoq liderlar, sizlarga o'xshagan juda kuchli komanda bo'lsin. Shuncha narsa turibdi, lekin bari ifarni o'rni bo'ladi-da. Kunchichigimiz har doim shuncha. Shu mahallada o'zi mana mahalla men juda ko'p klientlarim bor bu yerda. Shu klientlarim oldiga kelib, u qizni topib qoldim men. Shunaqa chaqon qiz ekan, orada bo'shadi choyga o'tirar ekan. Buni bilasizlar nima deydi? Super